Oliyjanoblari hozir mana shu avtodashni yurg'izadigan Jahongir o'rtog'im bilan bitta kichkina spor ketib qoldi-da. Hozir tiki o'rtog'im 5 kunda chiqarib yuboraman, gapimga javob beraman deyapti. Agar mashina 5 kunda chiqarishga sizlarning ham ko'zingizga yetyaptimi? Meniki 100% yetmayapti mashina chiqarishga. Qani Jahongir 5 kunda chiqarib yubora olmaydigan bo'lsang, bitta uslubga qo'yamiz, shunisiga yura olaysanmi mana? Butun xalq esingga kuzatyapti bizani. Turkini mana shu mashinani do'popsiy bitirib, zadoriga qo'yib chiqarib beraman. Agar chiqarib bersam, mana shu polni bor, ko'ryapsizmi? Polda hozir ishlarimiz bor edi. O'shani mana tirnog'ing bilan o'tirib olib bittalab tozalaysan, lekin chiqarib qo'ysan. Mana agar mobodo sen aytganingni men qilmasam gap yo'q lekin. Agar mashina 5 kunda mashinani bitirib, qotirib qo'yadigan bo'lsang, o'rta sen aytgan ishi masjidda hal qoldida, men polni tozaladim. Agar men chiqara olmaydigan bo'lsam, shu polni o'zim bittalab tozalayman, sen tepamda turasan. Men so'rab olaman, lekin sendan shuni bilmagan. Jentrada xuddi shu yo'qmasa boshqatdan qilasan lekin. Tamom, bittalab ko'rib olasan. Shu Toshifu bo'ladimi deyman, bo'lmaydi deb boshqalardan qilib qo'yaman. Avtodashni o'zi вообще-то servisni o'zi gapiga javob berib qo'yganini ko'ryapsizlar avtodashni. Sizlarga kelgan mana shunaqa kuzovnoy nimadir ishinglar bo'lsa, polirovka, чистка xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, smeli aloqaga chiqishinglar mumkin. Bemalol avtodashimizda 0 dan 100 gacha hamma ishlarni bitirib beramiz.